Qon tahlilingizning noto'g'ri chiqishida o'zingiz ham sababchi bo'lishingiz mumkin. Qon tahlilidan oldin nimalar mumkin emas? Qisqa faktlar sahifasi orqali ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi fakt. Biokimyoviy qon tahlilidan oldin kamida 8-12 soat och qorinda bo'lish tavsiya etiladi. Ikkinchi fakt. Stress va uyqusizlik ham kortizol hamda glyukoza darajasini oshirishi mumkin. Uchinchi fakt. Sport yoki kuchli jismoniy faollik kreatinin va glyukoza ko'rsatkichlarini vaqtincha oshiradi. To'rtinchi fakt. Spirtli ichimliklar esa 24-48 soat davomida jigar fermentlariga ta'sir ko'rsatadi. Beshinchi fakt. Yog'li ovqat triglitserid miqdorini oshirib, natijaga ta'sir qilishi mumkin. Shu bois qon tahlili topshirishdan oldin belgilangan tavsiyalarga amal qilish muhimdir. To'g'ri tayyorgarlik ishonchli va aniq natijani ta'minlaydi.